Hammaga salom do'stlar. Men bugungi videoni boshladim. Bugungi videoda biz ana Messi va Kvaratskhelia kuchaytiramiz. Asosiy tarkibga qo'yib qo'yaylik-da. Xo'sh, Messi va Kvaratskheliyaga faqatgina texnika berishimiz kerak va Husanovga esa texnika bermasligimiz kerak. Shuning uchun ham Husanovni sotib turamiz. 66 ta olmos bor. Shuning uchun ham Husanovni qaytarib olish imkonimiz bor bemalol. Texnikal kochga sotamiz. Mana Husanovni 60 taga qaytarib olamiz keyin. Bo'lmasam boshladik kuchaytirishlarni va yaxshi Xvichaga taklingiga tushib qoldi-yu, Messini shottingi va pasiga tushmoqda. Yaxshi. Yana bitta. Messi yaxshi kuchaymoqda. Messini menga texnikasi kerak, lekin negadir Kvaratskheliyani taklingiga ikkinchi marta tushib qoldi. Mayli. Obbo, Messining taklingiga tushib qoldi. Kvaratskhelia 3-marta ketma-ket taklingiga tushyapti. Obbo, Xvichani taklingi kuchayib ketyapti ko'proq. Mayli, Messidan 3 ta 100 chiqaraylik tagidan tezroq. Yaxshi shotting va pasiga tushyapti Messini. Xvichani ham pasi va kontroliga tushyapti. Messi 89 bo'lib oldi va Messi yaxshi 99. Ajoyib. Messining udaridan 100 chiqarishimiz kerak. Mana shu 3 ta narsasidan 100 chiqarishimiz kerak-da. Messi 90 o'yin bo'lib oldi. Yaxshi, Messi shottingi va pasidan 100 chiqmoqda. Juda ajoyib kuchaymoqda Messi, malades. Kvaratskhelia yana taklinga tushdi. Mayli, farqi. Kvaratskhelia Messini kontroliga tushdi. Yaxshi degani bu. Messidan 3 ta 100 chiqardik. Messini tezroq full qilib qo'yaylik-da. 91 reytingga chiqib oldi Messi. Bittalik bosilib ketdi. Yaxshi, Messi full bo'lishiga oz qoldi. Lekin full bo'lmaydi haligacha. Full bo'la olmay qoldi Messi. Xo'sh, bizga hozir Barkolani olib sotib yuborsammikin deyapman. Yo'q, Fermin Lopes yaxshiroq variantga o'xshayapti. Olamiz-u sotamiz biz Ferminni fitness bilan Messini full qilib qo'ya qolamiz. Desam Messi full bo'lmadi haligacha. Voy lekin Xvicha ham 90 reytingga chiqib keldi. 94 full bo'ladi, hech qisi yo'q Xvichaga. Messining taklingi bilan full qilib qo'ya qolamiz endi. 98 passing. Messi hali ham full bo'lmayapti. 99 passing yaxshi. Messi full bo'lmoqda. Ajoyib. 93 mana endi 93 bo'ldi. Messi ajoyib full bo'ldi azizlar. 3 ta 100 chiqdi. Menimcha yaxshi full bo'ldi Messi. Chunki men shuni niyat qilgandim. 3 ta pasidan 3 ta 100 chiqarishni. Xvicha Kvaratskhelia.
Xitoychani nima qilamiz endi? Xitoycha bilan mayli. Soniqni qaytarib olamiz. Bo'ldi. Soniq vazifasi yakunlandi. Messi juda ajoyib futbolda 3ta 100 chiqdi tagidan. Yaxshi. Xo'sh. Bugungi video o'z nihoyasiga yetdi. Hammaga xayr.